Assalomu alaykum. Qadrli YouTube a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakasimiz tayyor bo'ldi. Bunimizni Samarqandga olib kelib o'rnatdik. Va akamiz mana akamiz Ishtiqor yoniga olib kelib, Sohibkor mahallasiga olib kelib o'rnatdi. Juda ham zo'r eshiklar. Mana shu ko'rsatmani videoda ko'rsalaringiz, mana zakas qilamiz, qurib berib ketar ekan. 10 kun ichida olib kelib qurib, mana qurib berib ketdi. Xudo xolasa juda ham ajoyib eshiklar, mana ko'rib turibsizlar. Xaridorlar bo'lsa, mana shu buyurtma bersalaringiz qurib berib ketaveramiz. Ha, mana Xudo xolasa kam bo'lmaydi. Xudo xolasa mana ishlar mana eshitdingiz, mana tog'amizdan Xudo xolasa mana mashlarni mana o'rnatdim akamizga, Samarqandga olib kelib o'rnatdim. Mana 3 ta eshik, nariyada 2 ta eshik bor, 5 ta eshik o'rnatdim mana. 2 xonaslik mana. 120 ga bu 230lik eshiklarni Xudo xolasa o'ta chiroyli chiqqan. Mana o'ta zo'r chiqqan, Xudo xolasa zamonlari ham ideal darajada. Kimga kerak bo'lsa O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz, vodiy bo'lib borib o'rnatib beramiz. Nomerimiz 91 487 0033 vodiy bo'lib Xudo xolasa o'rnatib beramiz, O'zbekistonga yetkazib beramiz. Kelishib bo'lsa o'rnatib bera olamiz, Xudo xolasa. Kanalimiz yangi bo'lsa, bitta podpiska bitta like ham bering. Hammaga rahmat, ishlarga omad.